Nepent kuvacha gulimiz. Mana shunaqa hasharotxo'r bo'ladi. Kuvachasini ichiga chivin kirsa, mana shunaqa qoppog'ini yopib oladi. Juda ham zo'r gul. Kimga kerak bo'lsa bor. Mana kuvachalari o'zi vaqti tugaganda mana shunday bo'lib puch bo'lib o'ladi. Mana yana qilaveradi bu. Juda beozor sort va Gollandiyadan kelgan yarim quyoshga ham chidaveradi, nimaga ham hali soyada ham o'saveradi. Suvda yaxshi ko'radi, suv berib turasizlar, mana shunday bo'lib beozor o'saveradi. Kimga kerak bo'lsa, kuvachasi buni har xil sorti bo'ladi. Mana bunaqa sorti bor, keyin bunaqa boshqacharoq sorti bor, ozgina. Gollandiyaniki bu Xitoydagi emas, Xitoydagi ham bor. Har xil nimalari Gollandiyaniki bilasizlar, pishiq sort bo'ladi. Buni jicha kattaroq tuvakka olib qo'yiladi. Juda chiroyli gul, narxini kommentariyada yozib qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa plius qoldirsalaring. Rosa ham chiroyli beozor sort. Mana kuvacha. Shu yerga shuni ichiga kirib qolsa bitta yopadi, bo'ldi, chiqmaydi. Bu katta bo'lib ketadi. Beozor sort. Endi gul boqishni bilmaydiganlar ham bemalol boqsa bo'laveradi. Kerak bo'lsa direktdan yozinglar. O'zimiz aloqaga chiqamiz.